Arafa kuni tutilgan roza 1000 kunning rozasi kabidir. Arafa kuni tutilgan roza 1000 kun roza tutgani savobini beradi. Kecha Arafat kuni roza tutgan birodarlar muborak bo'lsin shu bashorat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abi Qotodadan rivoyat qilinganida aytadilar: "Savm Arafata kaffaratu sanatin qablahu va sanatin ba'dahu." Arafat kuni tutilgan roza 2 yilga kafforat. Ya'ni avvalgi 1 yil va keyingi 1 yil. Payg'ambarimizning yana bir hadislarida Arafat kungi roza 1 yil avval o'tgan gunohlar va 1 yildan keyin keladigan gunohlarning kafforati bo'lishini umid qilaman deganlar. Mana uchala hadisni qo'shadigan bo'lsak, demak Arafa kuni roza tutgan odam, Arafat kuni roza tutgan odam 1 yil avvalgi gunohlarning kechirilishiga sabab